Xo'p, menga bitta obunachim qo'ng'iroq qilyapti. O'qish haqida ma'lumot olmoqchiman. Nech pul? Men aytdim 5 million so'm yotoqxonasi bilan. Voy, buncha qimmat. Undan ko'ra pulini to'lab, pora berib, bitta joyga ishga qabul qilishyapti. O'sha yerga borganim yaxshi deyapti. Sir bo'lmasa nima ish o'tsam, qorovulchilik deyapti. Ya'ni qorovulchilikka 300 dollar bersam, men 3 millionlik oylikka borib ishlasam bo'ladi deyapti. Ya'ni уже oldindan maqsad hunar o'rganish emas, prosta qayergadir ishga chiqib ketish. Okalar, 5 million so'mga bu hunarni o'rgandingiz degani 3 million, 4 millionga borib ishlaysiz degani emas. Argonchilar kamida eng kam oylik 5 million so'mdan 15 million so'mgacha oylik oladi. Bor O'zbekistonda shunaqa joylar. OLX'da qidirib ko'ringlar. Menga aytmanglar, qayerda bor, top ber deb telefon qilib o'tirmanglar. Men prosta hozir vaziyatni tushuntirib olman sizlarga. Kimgadir pul berib ishga joylashib olaman deyapti. 3 million oylikka ishlab yuraman, 4 million oylikka deyapti. Qorovulchilikda deyapti. Tushunasizlarmi? Bunaqa fikrlash bilan sizlar uzoqqa bormaysizlar. O'zingizlarga investitsiya kiritishinglar kerak. Tushunasizlarmi? Mana har bitta investitsiya nimagadir olib keladi. Mana sizlar argon bo'yicha kelib, qayerdadir ishlashinglar mumkin, to'g'rimi? Lekin o'zingizlarga sport zalga, o'zingizlarga pul tikib sport zalga borib shug'ullansanglar, mushaginglar chiqadi-yu, to'g'rimi? Tonirovkaga pul ishlatish mashinaga bu rasxod emas. Mashinaga qimmat nomer olish rasxod emas. Sizga kerak emas bo'lgan iPhone'ni 10 millionga olish rasxod emas. Lekin o'zingizga investitsiya kiritadigan paytda voy qimmat-ku deysizlar. Sal fikrlashni o'zgartiraylik. Keyin yuramiz. Hindistonliklar kelyapti, ishimizni olib qo'yadi. Xitoyliklar kelyapti, ishimizni olib qo'yadi. Qo'lingizdan hech narsa kelmagandan keyin qorovulchilikdan boshqa. Конечно, bu fikrlashingiz bilan faqat yomonlab o'tirishga, davlat yomon, u yomon, bu yomon, bitta siz zalatoysiz. Bunaqada nimaga erishamiz? Hech narsaga erishmaymiz. O'shaning uchun menga kelmanglar, mayli. Boshqa joyga bo'lsa ham borib, hunar o'rgansanglar bo'ladi-ku. To'g'rimi? Voy, muncha qimmat deb o'zingizlarga bo'layotgan investitsiyani yerga urmanglar. Menga berayotgan pulinglar u menda qolmaydi. U pul o'zingizlarga rasxod sifatida qaytadi u narsa. O'zingizlarga investitsiya qilasizlar. Tushunasizlarmi? Endi tushungan tushundi, tushunmagan bo'pti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tushunganlar tushundim deb yozib qo'yinglar. Mana shunaqa fikrlaydigan do'stinglarga tashab qo'yinglar. Men o'ylaymanki, kimgadir foydasi tegadi qachonlardir. Prosta bilasizlar, ya'ni miyaga kelib qolganda gapirib yubormasam bo'lmaydi-da. Qolib ketadi shu bilan. Voy, gapirishim kerak edi deb yuraman. Hammaga sog'lik, omonlik, o'zimizga investitsiya kiritsagina o'zgarish bo'ladi. Bo'lmasam yuraveramiz. U yerda uni aytganini qilib yugurib, akaxon, buniki svarchilarning hurmati bo'lgan bo'ladi ham dakansa. Buni hamma svarchilar biladi. Joninglar sog' bo'lsin. Hammaga omad. Sizlar bilan esa svarchik nomer 1 bo'ldi. Albatta, butun O'zbekistonda mashhur bo'lgan svarchik. Hammaga omad.